Maslahat bering, qanday yo'l tutishni bilmay turibman. Qaynonam 65 yoshida turmushga chiqishga qaror qildi. Uning tanlagan insoni 69 yoshda. Ikkovi ham hayotni ko'rgan, tajribali, o'z yo'lini bosib o'tgan odamlar. Qaynonam yaxshi ta'minlangan, bizga kvartira, dacha olib bergan. Lekin uning hali ancha-muncha mulki bor. Biz u bilan doim iliq munosabatdamiz. Hatto to'yga tayyorgarlik, restoran tanlash, tashkiliy masalalarda mening fikrimni so'raydi. Men esa uni qo'llab-quvvatlayman, chunki inson har qanday yoshda ham baxtli bo'lishga haqli. Lekin yuragimning bir chetida boshqa bir oy bor. Men undan, o'g'lingiz va nabiraga vasiyatnoma qoldirasizmi? deb so'raganimda u qisqa qilib, yo'q, dedi. Bo'lajak turmush o'rtog'ining ham mol-mulki yetarli, ammo uning 2 farzandi bor. U o'z mulkini bolalariga rasmiylashtiradimi yoki yo'q, bu noma'lum. Vaqt o'tib, taqdir qanday kechishini hech kim bilmaydi. Qaysi biri avval ketadi, keyin mulk taqdiri qanday hal bo'ladi, bari savol. Shu oylar meni bezovta qiladi. Axir farzandlarimiz kelajakda o'z haqqidan mahrum bo'lib qolmasmikan? Shu yoshda zagsdan o'tishar ekan, nega har biri o'z mulkini o'z farzandlari va nabiralariga oldindan rasmiylashtirib qo'ymaydi, degan savol xayolimdan ketmaydi. Men bir tomondan uning baxtidan quvonaman. Ikkinchi tomondan esa ona sifatida farzandlarimning ertasi haqida o'ylayman. Shu ikki his o'rtasida qolib ketganman.